Assalomu alaykum azizlar. 2025-yilda uyga bunaqa 60 ga 30 kafillar bosish narxlari necha pul bo'lyapti? Ularga qanday materiallar ketadi? Shu haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Issiq kunda bunaqa ventilyatorlar qo'yib olganmiz. Mana ichkari dimiq juda ishlashga noqulay bo'lib turganligi uchun o'zimizga sharoit yaratganmiz. Xo'p azizlar, bu yerda kafillarimiz razmerlari 60 ga 120 lik kafil. O'zimiz Farg'ona kafillari. Xo'p, buni sotib olishimiz narxlari 65 ming so'mdan sotib olganmiz. Bunga Clay kafilliklar olganmiz. Megamix 22 dan Clay olganmiz. Shunda bosyapmiz hozir. Devorga kafil bosishimiz 80 ming so'mdan bosib beryapti bu kafillarni. Buni burchaklari 45 bo'lmaydi. Bu oddiy kafil bo'lgani uchun buni burchaklari 45 ga bo'lmaydi. Shuning uchun burchaklari ustida ugolik bo'ladi ustida hammasida. Hop, polimiz qolyapti, patologimiz qolyapti. Patologga o'tib bitir qo'yib, dekor plas qotirib beramiz, xudo xolasa. Patologga dekor plas qotirishlarimiz 40 ming so'mdan bo'ladi. O'tib bitir oddiyni bo'ladi. Polni kafillar ham devorda bilan bir xil bo'ladi. Sanuzellarga devor patolog devor pol bilan bir xil ketadi hammasi. Chunki bu yerda polda oddiyni arzonroq olaman desangiz qoplanmaydi. Shuning uchun oddiyni hisoblanmaydi. Bitta narx bo'ladi hammasi. Hop, bu joyda hammamizda sanuzelimizda radiator qo'yilgan. Bitta radiator bo'ladi. Bu yerga rakvina bo'ladi. Rakvinaga mana oynak chiqarib ketganmiz, tepasiga sensorli oynak qo'yiladi. Sensorli oynak qo'yilishidan maqsad oynakni qizdiradigandan qo'ysangiz parlanib ketmasligiga yordam beradi, oynakni parlanib ketmasligiga. Bitta chashagan qo'yilgan, imetga dushovoy kabina qo'yiladi yoki vanna qo'yiladi. Bu tomonda ham hozir eshigimiz bor. Yotoqxonaga kirish bo'ladi qismi. Bu tomon koridorga chiqib ketadi. Ikkala tomondan kirsa bo'laveradi. Bu yerdan umumiy foydalanishga kiradi. Oila a'zolaringiz kirsa, bu yoqdan родительский spalniy bo'ladi, ota-onalar o'ziga oddiyni bo'ladi. Azizlar, mana shunaqa xizmatlar kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa bizga murojaat qilaverasizlar. Bitgandan keyin xudo xolasa chiroyli qilib obzor qilamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qanaqa savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatlar bo'lsa ham tagiga nomerimizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.